Assalomu alaykum. Nazarbek Harakat mahallasida yangi 8 ta uy sotuvga chiqdi. Tinch mahalla. Asfalt bir oy oldin qo'yilgan yangi svet, gaz, suv hamma kommunikatsiyalarga ega uy. 4 ta chap tarafdan, 4 ta o'ng tarafdan. 150-160 kvadrat atrofida har bitta xonadon. Bitta parkovkaga joy, bitta mashinaga. Предчистовой отделка holatida hamma uylar. Katta zal, bu kuxnya, spalnya. Ikkinchi etajga chiqadigan bo'lsak, bu yoqda ham 4 ta xonasi bor. Hamma joyda cho'pli pol o'tkazilgan. Mana cho'pli pol chizimlarini ko'rib turganingizdek turibdi hammasi. Kichkina spalnya. Yana bitta kichkina spalnya. Sanuzil cho'pli pollari bilan. Katta spalnya. Yana bitta katta spalnya. Narxiga keladigan bo'lsak, $75,000 bugungi kunga.